Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom sahobai kiromlar bilan suhbat qurib o'tirgan edilar. Masjidda 3 kishi kirib keldi. Qarasa hamma yo'q to'lgan odamlar halqa bo'lib Rasul akram alayhisalomni muborak so'zlariga quloq solib ilm o'rganishyapti. Haligi 3 odamdan bittasi dadilroq ekan, tezda yetib keldida o'sha davrani ichidan o'rin topib ichkariga kirib o'tirdi. Bittasi u yoqqa qaradi, bu yoqqa qaradi, joy topa olmadida orqa tarafga o'tirdi. Bittasi qarab turib, joy yo'q ekan deb orqaga yurib chiqib ketdi. Rasul akram alayhisolatu vassalom ilmiy suhbatni tugatib bo'ldilar. Oxirga yetgandan keyin men sizlarga ana u 3 kishini xabarini beraymi dedilar. Sahobalar ha, Allohning rasuli, ularning xabarini bering.